Osiyo Kubogida Qatar qanday nayranglar qildi, qanday g'irromliklar qildi. O'zbekiston milliy terma jamoasini mana shu Qatar milliy jamoasi yomon ko'p marotaba yig'latgan, xafa qilgan. Qatar milliy terma jamoasidan qassos olmasak bo'lmaydi. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, e'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali. Do'stlar, bugun biz uchun juda ham ajoyib kun. Bugun nasib qilsa O'zbekiston vaqti bilan 18:45 da o'z uyimizda, ya'ni Bunyodkor stadionida bizning azaliy raqibimiz, bizni oxirgi marotaba 2 marotaba mag'lub eta olgan Qatar milliy terma jamoasini o'z uyimizda qabul qilamiz. Ha do'stlar, biz jahon chempionatiga allaqachon yo'llanmani qo'lga kiritib bo'lganmiz. Ha do'stlar, bu uchrashuv bizga umuman ahamiyatsiz. Bu uchrashuvda biz g'alaba qozonamizmi, durang o'ynaymizmi, mag'lubiyatga uchraymizmi, biz baribir jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritganmiz. Ammo lekin biroq bilasizmi, O'zbekiston milliy terma jamoasini mana shu Qatar milliy jamoasi yomon ko'p marotaba yig'latgan, xafa qilgan. Sababini aytib o'taman. O'zbekiston milliy terma jamoasi oxirgi 25 marta o'ynagan o'yinlarda bor yo'g'i 2 marotaba mag'lubiyatga uchragan. Tasavvur qilyapsizmi? 25 uchrashuv, bor yo'g'i 2 mag'lubiyat. Ana shu 2 mag'lubiyatning ikkalasi ham Qatar milliy terma jamoasi tomonidan amalga oshirilgan. Ya'ni Qatar bizni o'sha 25 ta o'yinda o'ynaganimizda 2 marotaba mag'lubiyatga uchratgan yagona terma jamoa bo'lib o'tirdi. Bilasizki, Osiyo Kubogida Qatar qanday nayranglar qildi, qanday g'irromliklar qildi va bizni penaltilar seriyasida mag'lubiyatga uchrab, alamli tarzda musobaqadan chiqarib yubordi bizni. Shunday ekan do'stlar, bugun o'z uyimizda jahon chempionatini yo'llanmasini qo'lga kiritgan o'yinimizda, tarixiy uchrashuvimizda minglab muxlislar qarshisida mana shu milliy terma jamoa, ya'ni Qatar milliy terma jamoasidan qassos olmasak bo'lmaydi. Bugun biz ajoyib tarzda g'alaba qozonib, muxlislarni bayramini yana ham bayramona qilib bermasak bo'lmaydi. Inshaalloh yigitlarimiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari buni juda ham yaxshi bilib turishdi va o'ylaymizki, bugun mana shu bizni 2 marotaba mag'lubiyatga uchratgan va 25 ta uchrashuvda hattoki bizni Meksika milliy terma jamoasi mag'lubiyatga uchrata olmagan bir paytda mana shu terma jamoa bizni mag'lubiyatga uchratgan. Demak, biz bu jamoani bugun katta xolasini ko'rsatmasak bo'lmaydi. Ya'ni muxlislar qarshisida ajoyib tarzda bu jamoasidan g'alaba qozonib, jahon chempionatiga chiqqanimizni mazza qilib nishonlasak bo'ladi. Do'stlar, shunday ekan bugun 18:45 da hamma ishimizni yig'ishtirib qo'yamiz va O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati saralashdagi oxirgi uchrashuvi Qatar milliy terma jamoasiga qarshi uchrashuvni mazza qilib tomosha qilamiz. 18:45 O'zbekiston vaqti bilan mana shu uchrashuvni tomosha qilasizlar. Uchrashuvni qayerdan tomosha qilamiz degan do'stlarimizga muhim ma'lumotni aytib o'taman. Bu uchrashuvni O'zbekistonda bo'lsangiz Zo'r TV yoki Sport TV orqali tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz O'zbekistonda bo'lmasangiz yoki televideniya yo'q joylarda bo'lsangiz, internet orqali bu uchrashuvni tomosha qilsangiz bo'ladi. Albatta, Futbol vaqti kanalining Telegram kanali orqali, bizning Telegram kanalimiz orqali nasib qilsa o'zbek tilida uchrashuvni mazza qilib tomosha qilsangiz bo'ladi. Do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Bugungi uchrashuvni biz qanday natija qayd eta olishimiz mumkin yoki siz bugungi uchrashuvdan qanday natija kutyapsiz? Bu haqida o'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. 18:45 O'zbekiston Qatar jonli efir manzili esa mana shu videoning kommentariyasida yozilgan bo'ladi. Kommentariyada jonli efir manzili degan yozuv bo'ladi. Yozuvning ustiga bosib kirib jonli efirni mazza qilib tomosha qiling. Olg'a O'zbekiston, olg'a o'zbegim. Aytgancha, jahon chempionatiga chiqqanimiz bilan barchangizni yana bir bora muborakbod etaman. Futbol vaqtida qoling va siz futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz.